Siz bundan 2000 yil avval yashab o'tgan insonning so'nggi manzilini ko'rib turibsiz. Bu shunchaki qabr emas, bu ostidon deb nomlanadi va u antik davrga oid bo'lib, qadimda Zardushtiylar tomonidan marhumning suyak qoldiqlarini saqlash uchun ishlatilgan. Murdaning etini hayvon va qushlar yeb ketishi uchun maxsus joylarda qoldirishgan. So'ngra yomg'irlar poklagan, oftob qoqlagan, suyaklarni maxsus tobut, ostidonlarga solib, mug'ulxonalarda saqlashgan. Zardushtiylar marhumni tuproqqa ko'mmaganlar, chunki tuproqdan hosil olishgan. Olovga yoqilmaganligining sababi ular olov yoqishni o'rganganlaridan so'ng esa turmushlari ancha yengillashgan. Olovni ham muqaddas hisoblashgan. Suv esa obi hayot ramzi bo'lib, marhumni suvga oqizishmagan. Sopoldan maxsus ostidonlar yasab, shularning ichida dafn etilgan. Muzeyimizdagi ushbu ostidon sopoldan yasalgan bo'lib, uning balandligi 33 sm, bo'yi esa 50 sm va eni 30 sm ni tashkil etadi. Old qismida nayza tutgan jangchilar tasviri ishlangan bo'lib, o'sha davr san'ati va dunyoqarashining yorqin namunasi hisoblanadi. Ustki qismi esa maxsus tutqichli qopqoq bilan yopilgan. Ostidon shunchaki sopol buyum emas, u qadimda insonlarning hayot, o'lim va tabiat haqidagi falsafiy qarashlarini ifoda etuvchi qadimiy yodgorlik ham hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz? Nega insonlar qadimda marhum suyaklarini ostidonda saqlashgan? Sababi ular tabiatni muqaddas deb bilishgan.